4 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalarning soni 7 ta. Yaxshi mahallada zakritli dvorda joylashgan 4 ta yonma-yon qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz. 4 ta uydan bittasi 4 sotuv, qolgan 3 tasi 3 sotuvdan. Hovliga kirish uchun alohida eshik, alohida darvoza qilingan, navigatsiya tagida bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovlining bir burchagida hovli qismi uchun hojatxonasi bor. Va darvozaxonadan kirganimizda to'g'rida 7 ga 4,5 razmerda bitta katta zal joylashgan. Asosiy binoning ichida 6 ta xonasi bor. Bu joyda zeleniy zona, demak, yozgi oshxona joylashgan. Yozgi oshxonada barbekyu zona, demak, 2 ta qozon o'choq, gazovoy plita va rakvina joylashtirilgan. Uy ichiga kirganimiz birinchi qavatda hol joylashgan. Paradning xud orqali kirganimizda o'ng tarafimizda prixo'ja shkaflari yasab qo'yilgan. Oshxonaning ko'rinishi bu joyda 8 ga 4 razmerda zal. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, bu xonaning razmeri 5 ga 4. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona va 3 ta sanuzel joylashgan. 3 ta sanuzeldan ikkitasi yotoqxonalari ichida va bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel sifatida xizmat qiladi. Koridor bo'ylab o'tganimizda to'g'rida balkon. O'ng tarafdagi birinchi xona bola uchun ajratilgan 20 kvadrat, 5 ga 4 razmerda. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Bu joyda 5 ga 4 razmerda yana bitta yotoqxona joylashgan va bu yotoqxonaning ichida o'zini alohida sanuzeli bor. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu xonani ro'parasida yana bitta xona bor, yotoqxona uchun mo'ljallangan. E'tibor qotgan bo'lsanglar, asosan xonalarning razmeri bir xil, 5 ga 4 razmeri. Faqat ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona 6 ga 5 razmerda.